Assalomu alaykum. Haval Buxoro avtosalonimizning YouTube kanalidagi obunachilari. Bugungi prezentatsiyamizda Haval Dargo modelini ko'rsatib o'tamiz. Haval Dargo modellarimiz haqida to'liq ma'lumotlar va undan tashqari to'lov usullari haqida ham ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xo'p, Haval Dargo modellarimiz 2 turbina motorda 218 ta ot kuchida bo'ladi. Ikkala pozitsiyasi ham. O'zi ikkita pozitsiyada bor. 400 million so'mlik variant bor, 430 million so'mlik variant bor. Bu ko'rib turganimiz full komplektatsiyasi, ya'ni ikkinchi pozitsiyasi. Old tomondan LED faralar bilan jihozlangan, 350-400 metrgacha o'rtib beradi. Partroniklari old tomonda ham, hatto yon tomonlarida ham joylashgan bo'ladi. Xo'p, mashinamizda 18 razmerdagi diska balonlar taqib qo'yilgan hamda yumshoq yurishi uchun protektorli qismi anchagina shirokroq qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, salonni ichki qismiga e'tibor qiladigan bo'lsak, mashinamizda ichki qismida koja hamda alikantara kombinatsiya qilib ishlatilgan. Mana, ko'rsatib o'ting. Bu yoq tomon alikantara bo'lsa, bu yoq tomon eko koja bo'ladi. Birgalikda ishlatilgan bo'ladi hamda misol oftobda yozda kelib o'tirilganda kuydirmaydi, qishda muzdek tegmaydi. Xo'p, monitorda Apple CarPlay, Android Auto ulanadi 100%. Undan tashqari telefon uchun zaryadkalar, 9 zonli klimat kontrollari bo'ladi. Mashinamiz avtomat korobkada, elektron ruchnik hamda avtohol. Bu tomonda esa muzlatgichlargacha bo'ladi Haval Dargo modelimizda. Xo'p, haydovchini o'rindig'ida esa 8 xil rejimli massaj ham bor. Boshning ustida kattagina panorama. Mana mashinamizda 360 graduslik kameralari ham bo'ladi. Yoqib ko'rsatib o'tamiz. Rullar ham elektronik, juda ham yumshoq. Mana ko'rib turibsiz. Bitta barmoqning o'zida bemalol boshqarish mumkin. Xo'p, masajlar ham bor mashinamizda. Xohlasangiz masajlarini ham ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Настройка сидений. Massaj mana. Mana bu yerda masajni rejimlari yokida o'rindiqlarni isitishlari, sovutishlari, o'rindiqni upravlyat qilishlari hamda pamyat sидений. O'rindiqda misol 3 kishi haydaysizlar mashinani, 3 kishiga 3 xil qilib moslab beradi. Shu narsalari bor. Xo'p, undan tashqari mashinamizda radnoy paroglari ham bo'ladi. Mana, paroglar ham anchagina baquvvat bo'ladi. Undan tashqari mashinaning orqa saloni ham ancha keng. Orqada o'tirgan odam ham maksimalni komfortga ketadi, chunki deflektorlar orqaga ham o'tgan va podstakanchiklari ham bor orqada. Mashinamizda 4 tala balon ham harakatlanadi. Odatiy holatda yurganda передний ведущий bo'ladi, ya'ni oldin tortuvchi bo'ladi. Kerak bo'lganda orqani ham qo'shib ayiradi. Xo'p, bagaj sig'imiga keladigan bo'lsak, 650 litr bagaj bo'ladi Haval Dargo modelimizda. Orqada ovoz uchun subwooferlargacha mavjud. Va 220 rozetka tok mana. Mashinamizning ходовой sistemasi ham juda ham yumshoq bo'lib, nezavizniy podveska bo'ladi. 4 tala balonda alohidadan ходовой sistema bor. Shuni hisobidan mashina anchagina mягкий, ya'ni yumshoq yurib bera oladi. Xo'p, to'lov usullariga keladigan bo'lsak, aksiyalari, bonuslariga keladigan bo'lsak, aksiya bonuslardan muammosi yo'q. Haval Buxoro avtosalonimiz tomonidan 8 tagacha bonuslar qilib beriladi mashinalarga. Qaysi mashinani xarid qilishingizdan qat'iy nazar, misol polik, zashta radiator, tonirovka, parog, shunga o'xshash ko'plab bonuslar bo'ladi va undan tashqari hozirgi kunda Haval Dargo modellarini 20 million so'mgacha foyda bilan xarid qilishingiz mumkin. Misol uchun, birinchi pozitsiya Haval Dargo modelini xarid qilyapsiz deylik, tan narxi 400 million so'm. Biz sizga uni 20 million chegirmada 380 million so'mga chiqarib bera olamiz. Minimalka to'lov bilan chiqarmoqchisiz, misol uchun. Xo'p, qancha? 20% to'lov bilan chiqarish mumkin bo'ladi. 40, 38, 60, 75 million atrofida to'lov bilan bemalol Haval Dargo modelini olib ketish mumkin. Agar rassrochka tartibida xarid qilmoqchi bo'lsangiz ham muammosiz. Boshlang'ich 30% dan oshiqroq to'lov bilan
rassrochka tartibida ham xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi Haval Dargo modellarini. Xo'p, ikkala pozitsiya misol uchun 400 million, 430 million so'm deb aytildi. Nimalarga farq qilishi ham ko'pchilikka qiziq. Farqlari misol massaj, slepovoy zona, avtoparkovka, orqadagi subwoofer, 220 rozetka tok shunga o'xshash funksiyalar bilan farq qiladi. Xo'p, to'lov usullariga boyagi qolgan joyimizdan davom etamiz. Agarda misol chorniy istoriyaga kiritib qolgansiz, bank sistemalari orqali ko'p kredit ajratmayapti sizga banklar. Misol qaysi banklarni ko'rib chiqdingiz. Shu holatda ham Haval Buxoro avtosaloni sizga ishonch bildirib, minimum boyagi to'lovlar bilan bemalol lizing asosida xarid qilishni taklif qiladi. Ya'ni sizga Haval Buxoro avtosaloni ishonch bildirib, istalgan modelingizni kelib bitta pasport bilan xarid qilib olib ketaverasiz. Ligotniy avtokreditlarimiz ham mavjud Haval Dargo modellarga. Ya'ni ligotniy avtokredit nima o'zi? Ligotniy avtokredit degani foiz stavkalari juda ham past bo'ladi. Misol uchun 7, 8, 10, 15, 17, 20 foizdan past bo'lgan foiz stavkali kreditlar ligotniy avtokredit hisoblanadi. Hozirda Haval Dargo modellarimizga ham mavjud. Boshlang'ich to'lovingizga hamda muddatga qarab mana shunday foiz stavkalar shakllanib boradi. Xo'p, misol uchun Haval Dargo modelini birinchi pozitsiyasini boshlang'ich to'lovlarni aytib o'tdik. Ikkinchi pozitsiyasiga qancha to'lov qilib olish mumkin? Grafikga kirib olamiz. 430 million so'm mashina narxi, biz unga 20 milliongacha boya aytganimizdek chegirma qilib beramiz. O'sha holatda 410 million bo'ladi mashinaning narxi. 409, yaqindagina 15% boshlang'ich to'lov bilan ham yangiliklar bo'ldi. 15% bilan ham chiqarib bera olamiz. 15% bilan chiqarganingizda full komplektatsiyasiga 61 million 485 ming so'm to'lov qilib chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi Haval Dargo modelini. Ikkinchi pozitsiyasi full komplektatsiyasini. Birinchi pozitsiyasiga hisoblab ko'rsak 379 1 2 3. Atiga 57 million so'm bilan chiqarib olsangizlar bo'lar ekan. Haval Dargo modelimizni birinchi pozitsiyasini hech qanaqa kafillarsiz, hech qanaqa ish haqqi talab qilinmaydi. Faqatgina pasport, boshlang'ich to'lov, ko'rsatilgan summa 57 million so'm. Shu xolos 12 ta viloyatdan tashrif buyurib, mashinalarni xarid qilib olib ketaverishingiz mumkin bo'ladi. Agarda yana ham sizga batafsilroq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi yozib qo'yilgan raqamlarga telefon qilib to'liq ma'lumotlar olishingiz mumkin. Agarda viloyatlardan tashrif buyuradigan bo'lsangiz, lokatsiyalar ham tashlab beriladi. Undan tashqari, boshlang'ich to'lovga qo'lingizda yetarli mablag' bo'lmasa, o'zingiz haydab yurgan mashinangizni bizga boshlang'ich to'lov sifatida topshirib, yangisini minib ketish imkoniyatlari ham bor. Va hozirda test drive xizmatlarimiz ham bor. Istalgan mashinangizni Haval avtosalonida ko'rib turgan istalgan mashinangizni birinchi haydab ko'rib, so'ngra to'lov qilib xarid qilib olaverasiz, sizga qaysi varianti ma'qul bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, mashinalarimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, kelinglar, test drive qilib ko'ringlar. Bank xizmatlarimizdan foydalanib, mashinalarni xarid qilib olib ketishingiz mumkin. Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like, podpiska tugmachalarini bosib qo'ying. Kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shsangiz, biz ham xursand bo'lamiz.